Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va usta ravshan kanali a'zolari. Yangi obyektimizga keldik va steshka jarayonlari ketmoqda. Tayland zasipkalarini qilib, dorasini nolga olib chiqardik. Tak bo'ralarni berib, vitallarni quyamiz, daralarni keyin steshka bosiladi. Biri 50 bo'lib yo'lagimiz. Mana bu yerda molxonaga taxlandi. Bardorcha quyib, turbalarni qo'ydik mana nolga. Bularni nolga qo'ydik. Hech qanday razilsasi yo'q. Ustalarimiz ishlashmoqda. Ishga turklarimiz tugatdik mana xudo xolasa atmoska sovuq. Tak, devorchamizni shpirlari ham bo'ldi. 330 ga taxlayapmiz bu yerda. Steshka qilamiz bu yerda. Mana bu bardo quyib, nasib bo'lsa. Usta bola charchab o'psizlar.